Qashqadaryo viloyatining Koson tumanida 37 yoshli ayol o'z molxonasida o'lik holda topildi. Bugungi video aynan mana shu haqda. Nima dadam keldi, astagina keldi-da ayog'im ustiga o'tirsa onamni bug'di, onam ko'z chiqib ketadi. Ijtimoiy tarmoqlarda yana bir ko'ngilni xira qiluvchi xabarlar tarqaldi. Bunda aytilishicha, Qashqadaryo viloyatining Koson tumanida 37 yoshli ayol o'z molxonasida osilgan holatda topilgan. Voqeaga guvoh bo'lgan 8 yoshli marhumaning qizi esa bunda otasining qo'li borligi haqida aytgan. Bu haqda Daryo.uz muxbiri Otabek Qo'ldashev ma'lum qildi. Qashqadaryo viloyatining Koson tumanida 1-iyul kuni 36 yoshli ayol uyining molxonasidan o'sha boloriga osilgan holatda o'lik holda topilgan. Bu bo'yicha tuman ichki ishlar bo'limiga xabar berilgan dastlab. Aynan tergovga qadar tekshiruv harakatlari olib borilgan va ayolning o'limiga bo'yin sohasidan siqilish, ya'ni sirtmoq bilan siqilish oqibatida yuzaga kelgani ma'lum bo'lgan. Endi dastlabki tibbiy xulosada bu. Sud tibbiy ekspertizasi tayinlangan, hali o'rganilyapti jarayon. Lekin ayanchlisi o'sha marhuma ayolning 8 yoshli qizi onasini o'z joniga qasd qilmaganligini, onasi otasi tomonidan bo'g'ib o'ldirilganligini, qolaversa otasi akasini chaqirib, onasini chaqirib jinoyatni yashirish maqsadida onasini o'sha molxonaga olib borib, ipga arqonga osib qoladi. Ya'ni o'zini o'zi osgan degan bir tomoshani ko'rsatayotganligini ma'lum qilyapti. Ya'ni 8 yoshli qizcha. Onam banyadan chiqdi, yuvingandan keyin uxladi. Uxlagandan keyin nima dadam keldi, astagina keldi-da ayog'im ustiga o'tirsa onamni bug'di, onam ko'z chiqib ketadi. Qanday qilib bo'ldi? Qanday ko'rib o'tirding sen? Ko'zimda astagina yumayapti, men o'ldirib qo'yaman dedim-da, qo'rqdim-da ko'zim. Svet yonig'idimi o'chgandi? O'chirgandim. Agar buni nima qilsa, bilib qoladi, dedi-da o'chirib qo'yadi. Kirgandan keyin o'chirib qo'ydimi sen? Uyga kirib, dading. O'chirib yotgandi. Keyin asta kirgandan keyin onam bo'ldi, o'lgandan keyin Bahodirga telefon qildi. Bahodir aytdi, endi o'zing qochgin dedi, pasportlaring. Nima deb telefon qildi Bahodirga? Nima dedi? Telefon. Men Nargisni o'ldirdim dedi. Endi qochgin dedi, pasportlaring to'g'rilab. Keyin nima qildi? Yo'qsam mendan gumon qilib o'ldirgan dedi-da, yo'qsam onam bilan boryapman dedi. Qizchaning so'zlariga ko'ra, voqea shunday bo'lgan, ya'ni otasi o'z ayolini o'ldirib qo'ygani, keyin esa akasiga qo'ng'iroq qilgan va akasi bu yerdan qochishni maslahat berganini iddao qiladi. Bosh prokuratura 37 yoshli ayolning molxonada arqonga osilgan holatda topilganini tasdiqladi. Shuningdek, 4-iyul kuni marhumaning eri Jinoyat kodeksining 103-moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, qamoqqa olinganini ma'lum qildi. Keyingi video lavhalarda bizni kuzatib turishingiz uchun albatta kanalimizga obuna bo'ling va like tugmasini bosib kommentariyada o'z fikringizni bildiring. Sizning fikringiz biz uchun muhim. Barchaga rahmat.